Boshida qo'rqqandim. U muvaffaqiyatli o'tadimi? Lazer endi ko'pchilik aytganda xavfli bo'lishi mumkin. Keyin keldim, o'zlari bilan uchrashdim Hikmatilla akani. Hikmatilla aka aytdi, hammasi yaxshi bo'ladi, tez oson bo'ladigan operatsiya dedi. Vahima qiladigan joyi yo'q dedi. Bitta ko'zimiz operatsiya bo'ldi. 2 kundan keyin sovuq suv bilasiz, endi shamolda qattiq shamol bo'ldi. O'zimiz yo'lda yuramiz. Yo'lda yurib shamol otib qo'ygan ekanmiz-da. Ko'zi shunday shamollash bo'ldi. Endi bu yoqqa qaytib keldik. Infeksiya yuqtirgan ekansiz dedi. O'zlari muolaja qildi. Общий minuslari 9 minus 10 ko'zda, chap ko'zda 6 ga 4,5 bo'lsa, 4,70 bo'lsa 11 minus chap ko'zda minus bo'lgan. 4% ko'rardilar ochkis. Ochkida ko'rishlari 60-70%. Hozirgi 100% ko'rishlar umuman bo'lmagan bu bolalar. Endi reagitsiya yaxshi bo'ldi, ko'z tegmasin. Olgan minusimiz qarang, 10 ko'zdan 9 olganmiz. Chap ko'zdan 10 olganmiz minus. Bularda o'tkir konjektivit o'tkazdilar. Operatsiyadan keyin o'tkir konjektivit o'tkazdilarda qanchadir muddat o'tgandan keyin shamollash bilan keldi. O shamollashdan operatsiyadan keyin bemorni chiqarish qiyin narsa, lekin Allohga shukr chiqib ketdi.